Shoshilinch xabar. Eron va AQSh o'rtasida nimalar bo'lmoqda? Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijani Tehron AQSh bilan hech qanday muzokara olib bormasligini bildirgan. Uning so'zlari rasmiy Telegram sahifasida e'lon qilingan. Biz AQSh bilan hech qanday muzokara olib bormaymiz degan Larijani. Uning ta'kidlashicha, AQSh prezidenti Donald Tramp asossiz va'dalari Yaqin Sharqni beqarorlikka olib kelgan va hozir amerikalik harbiylar orasidagi ehtimoliy yo'qotishlardan xavotir olmoqda. Avvalroq Eron davlat televideniyesi Xomani Isroil va AQSh tomonidan o'ldirilganligini xabar qilganda, Eronning Tasnim axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, u 28 fevral kuni ertalab o'z ishxonasida o'ldirilgan. Oyatullohning vafoti munosabati bilan mamlakat bo'ylab 40 kunlik umumxalq motami va 7 kunlik umumxalq dam olish kunlari e'lon qilingan. Shuningdek, Eron hududiga uyushtirilgan hujum chog'ida Oyatullohning oila a'zolaridan 4 kishi, qizi, kuyovi, nabirasi va kelinlaridan biri ham halok bo'lgan.